Nega dollar kursi pasayyapti? Bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ham sodir bo'lyapti. Agar Amerikada foiz stavkasi boshqa asosiy valyutalarga nisbatan past bo'lsa yoki pasayishi kutilsa, bu dollardagi aktivlarning foydasini kamaytiradi. Natijada investorlar pullarini, kapitalini boshqa valyutalarga o'tkazishni boshlaydi. Keling misol ko'ramiz. Tasavvur qilamiz, hozir 1 yevroga siz 1 dollar sotib olasiz. Kursi teng deb bo'lyapti. Demak, siz 100 yevrongizni 100 dollarga konvertatsiya qildingiz va qo'llanma aksiyasini sotib oldingiz. Keyin 100 dollaringiz 200 dollarga ko'tarildi va sotdingiz. Demak, dollarda siz 100% foyda qildingiz. Lekin endi shu davr davomida yevro qimmatlasa, 1 yevroga endi 1,5 dollar berayotgan bo'lsa, siz o'sha 200 dollarni обратный yevroga konvertatsiya qilsangiz, bu 133 yevro bo'ladi. Ya'ni yevrodagi foydangiz 33% ga teng bo'ladi. Shunday narsalardan qochish uchun investorlar kuchliroq valyutalarga pulni o'tkazishi kutilishi mumkin.